أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, sizlar bilan arab alifbosi darsimizni davom etkazamiz. Biz o'tgan darsda sizlar bilan shin harfini o'tgan edik. Bugun inshaalloh sizlar bilan sin harfini o'tamiz. Shin harfini ustidagi 3 ta nuqtani agar olib tashlasak, sin harfiga aylanadi. Men darsimizda odatiga ko'ra doskaga yozib ko'rsataman muallim soni kitobidagi so'zlarni. Siz azizlar ham yozishni unutmang. Yoz bo'lganingizdan keyin albatta bizga yo'llang. Demak, boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Demak, sin harfi sin harfining so'z boshida kelishligi sin harfining so'z boshida shu ustiga 3 ta nuqta qo'ysak, shin harfi bo'lib qoladi. Bu sin harfi o'rtada kelishligi va so'z oxirida kelishligi. Kasasini qilamiz. Mana. Demak, bu sin harfi. Sin harfiga harakat qo'yamiz. Ustiga fatha qo'yamiz, ya'ni sa bo'ladi. Kasra qo'yamiz, si bo'ladi. Domma qo'yamiz, su bo'ladi. Demak, sa, si, su bo'ldi. Endi esa so'z bilan, ya'ni sa harfini boshqa so'zlarga qo'shib o'rganamiz. Demak, birinchisi mana ba va sa harfini yozdik. Endi birgalashib birga o'qiymiz. Ba harfini ustida fatha bor, sa harfini ustida esa sukun bor. Bas deb o'qilinadi. Keyingisi sa va mim harfi. Sa harfini ustida fatha bor, sa, mim harfini ustida esa sukun bor. Sam bo'ladi. Keyingisi esa ro harfi. Demak, sin va ro harflari, sin harfining ostida kasra bor, ro harfining ustida esa sukun bor. Sir bo'ladi. Keyingisi esa sin va nun harflari. Sin harfining ostida kasra bor, si, nun harfining ustida esa sukun bor. Sin. Keyingisi esa sin harfi va lom harfi. Sin va lom harfi harakatlarni qo'yamiz. Sa harfining ostida kasra, si, la harfimiz esa sukun. Sil bo'ladi deb o'qilinadi. Endi bu ikkitali harf, keyin 3 talikka o'tamiz. Demak, sin va fa va ro harflari. Harakatlar qo'yamiz. Sa harfimiz fathalik sa, fa harfimiz ham fathalik safa, ro harfimiz esa sukunlik. Safar. Keyingisi xuddi fa harfida, endi qof harfida 2 ta nuqta bor. Qof harfida 2 ta nuqta bor. Sa harfimiz fathalik sa, qo harfimiz ham fathalik qo, saqo, ro harfimiz esa sukunlik. Saqor. Keyingisi sin va ba va qof harfi. Demak, sin va ba va qof harflari. Sin harfimiz fathalik sa, ba harfimiz ham fathalik saba, qof harfimiz sukunlik. Sabaq. Keyingisi sin
va lam va qaysi harf? Fa harfi. Demak, sin va lam va fa harflari va harakat qo'yib birgalikda o'qiymiz. Sin harfimiz fathalik sa, la harfimiz ham fathalik sala, fa harfimiz sukunlik salaf. Salaf. Keyingisi mim harfi va kaf harfini yozamiz. Demak, sin va mim va kaf harflari. Sin harfi fathalik sa, mim harfimiz ham fathalik sama, kaf harfimiz esa sukunlik. Birga qo'shib o'qisak, samak, samak. Keyingisi fa harfi va ro harfi va sin harfini o'zida kelishligi, ya'ni alohida bo'lib yozishligi. Demak, fa va ro va sin harflari harakat qo'yamiz. Fa, ro, ya'ni ro harfimiz ustida fatha bo'lsa, o qilib o'qilinadi. Faradami? Ya'ni ko'pchilik fara, ra deb o'qiydi, bu xato. Faro, faros, faros. Keyingisi esa demak, mim va sin va lam va kaf harflari. Endi harakatlar qo'yib birgalikda o'qiymiz. Ma, sinimiz sukunlik mas, lam harfimiz fathalik masla, kaf harfimiz sukunlik maslak, maslak. Keyingisi mim harfi va yana sin harf va kaf harfimiz. Kaf harfimiz kaf su'baniya deb ataladi. Ya'ni bu shaklda. Mana bu shaklda. Demak, mim va sin va kaf va nun harflari. Buni harakat qo'yib birgalikda o'qiymiz. Mim harfimiz fathalik ma, sin harfimiz sukunlik mas, kaf harfimiz fathalik maska, nun harfimiz sukunlik maskan, maskan. Demak, keyingisi mim harfi, sin harfi, sin harfi va lam harf, keyin esa mim harf. Ana. Demak, mim va sin va lam va mim harfi harakat qo'yamiz. Mimimiz dommalik mu, sinimiz sukunlik mus, lam harfimiz kasralik va mim harfimiz esa sukunlik muslim, muslim. Keyingisi mim harf va sin harf va ro harfi va fa harf. Demak, mim va sin va ro va fa harfi harakat qo'yib birgalikda o'qiymiz. Mim harfimiz dommalik mu, sin harfimiz sukunlik mus, ro harfimiz kasralik musri, fa harfimiz esa sukunlik musrif, musrif. Keyingisi demak, sin harf, mim harf, sin harf va yana mim harf. Sim, sim. Demak, sim, sim. Hozir yozganlarimiz birgalikda o'qiymiz va qolganini esa yana yozib ko'rsatib beraman. Demak, sa, si, su, bas, sam, sir, sin, sil, safar, saqar, sabaq, salaf,
سمك فرس مسلك مسكن مسلم musrif simsim. Mana buni ko'chirib olinglar, men o'chirib yana qolganini yozaman. Doskamiz mana quridi, endi men qolganini yozib ko'rsataman. Demak, aslama alif yozamiz, hamza fatha va sin harfini yozamiz, lam harfini va mim harfini yozamiz. Demak, alif va sin va lam va mim harfini yozib, endi harakat qo'yib birgalikda o'qiymiz. Sin harfimiz sukunlik as, lam harfimiz fathalik asla, mim harfimiz ham fathalik aslama. Aslama. Demak, ya va sin va lam va mim harflarini yozdik. Ya harfimiz dommalik. Dommalik yu, sin harfimiz sukunlik yus, lam harfimiz kasralik yusli, ma harfimiz esa dommalik yuslimu. Yuslimu. Keyingisi alif hamza kasra va sin demak, birinchi alif yozdik, sin va ta harfini yozdik, ikkita nuqtasi bor. Ya harfi yozdik va sin va ro harfini yozdik. Endi harakatlarni qo'yib birgalikda o'qiymiz. Is tay sa ro. Ana. Istaysaro. Istaysaro. Ana. Ya sin harfimiz sukunlik yas, ta harfimiz fathalik yastay, ya harfimiz sukunlik yastay siru. Ana. Yastay siru. Yastay siru. Endi birgalikda o'qiymiz. Aslama yuslimu istaysara yastaysiru. Mana bugun sizlar bilan sin harfi bilan demak tanishdik. Mana shu sin harfi bo'ladi. Sin harfini albatta taning va o'qing va yozing. Albatta bizga yo'llashni unutmang. Shuning bilan bugungi darsimiz mana shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.